Xo'sh, nasib bo'lsa Uston ko'chalarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Toyloq shaharchasiga nasib mana video mebellarni olib kelib o'rnatib berdik. Xonaga tushganiga o'zlaring ko'rasizlar, xonamiz o'zi ham bir 8 metrga eniga 4 metr adashmasa mana qaranglar shuni. Xona lekin ancha katta, remontlari zo'r. Hamma narsasi qilingan. Pardalar ilingan, aboylar qilingan, xudo xolasa bitta gilam kam hamma narsasi nasib o'rnatib berib ketyapmiz. Mebellarga o'tamiz. Biz mana shu mebelni olib o'rnatib ketganmiz. Bo'ladi. Uzunasiga 240 bo'ladi shkafimiz. Balandligi 215, 220, plus minus 2-3 sm bo'lishi mumkin. O'yinlarni qaranglar, o'yinlar mana neobesh degan anaqa burchakli qilingan. Fasonidan bor, o'yinlardan ham xohlasa tekissiz, xohlagan variantingiz ham bor. Kanalimiz bor, kanalimizga o'tib bemalol obuna bo'lib qo'yasizlar. Like-chani bosib qo'yishni unutmanglar. Ana sizga shkaflardacha. Xohlagan rangingizdan, xohlagan tanlovingiz ham bor. Bu taraf kiyim taxlashga bo'ladi, mana bu taraf ikkita kalta kiyimlarni ilishga bo'ladi. Ya'ni ikki taraf desak ham bo'laveradi. Xo'sh, mexanizmini aytib o'tamiz, qaranglar. Mexanizmi chiqib ketmaydiganligidan mana roliki, bir xil kupeni chiqib ketadi. Yo'q, mana shunday qasda mexanizmdan oling mana. Chiqib ketmaydi nasib bo'lsa. Yonlari mana bu splashni ruchka bo'ladi. Kip eshik yopilganda mana bu shum chiqarmasligi uchun oq mana bu patcha ham qo'yiladi. Zilari plastmas polka bo'ladi. Ichlari 55 sm bo'ladi, xudo xolasa. Xo'sh, yana qayerni ko'rsatamiz sizga? Bu tarafini ko'rsataylik. Bu taraf uzun kiyimlar uchun. Bu tarafda tipada polka, mana bu tarafda bor, mana bu tarafda yana polkamiz bor. Kiyim ilishga, kiyim taxlashga deymiz-ku, hamma narsasidan bor nasib bo'lsa. Xo'sh, endi mana lenta yo'q, hamma yoqda moda bilasizlar. O'zi birinchi mebelchilar chiqardi, keyin qo'yganlar ham remontchi akalarimiz ham ishlatdi deb o'ylayman. Ya'ni adashgan bo'lsam uzr. Xo'p, spalnisi 2 unga 170 bo'ladi. Matras xohlagan matras. Matrasga 1 yildan 3 yilgacha garantiya beriladi. Hozir ko'tarasiz ekan. Xo'p, spalning oyoq ichida pufik bor, uni olib qo'ying oblochkasini. Xo'sh, oyoq ichida unaqasi bor, sandiqchasi deymiz-ku. O'zlaring kerakli narsaga nasib, bemalol ishlataverasizlar. Mana bu oyoqchalar bilan qo'yilgan. Xo'sh, ana bu uzun kiyov akalar bo'ladi-ku. Aka, menga sal kaltalik qiladi desa, mana oyog'ingiz mana ustiga ham o'tib bemalol o'tiraverasiz ekan. Xo'p, akam bitta o'shirasiz endi buni. Xo'p, men sizlarga to'mbichani ko'rsatib beraman, mana to'mbichasi. Bo'ldimi? Ana, qaranglar, mexanizmni bitta odam mana shunday holatda ko'taradi. Tagiga o'zlaringiz kerakli narsalarni joylab qo'yib, yozda qish kiyimlar, qishda yozgi kiyimlar, kerak narsalar o'zingiz xohishingizga qarab ishlataverasiz. Mana bu mexanizmning o'zi ham bir 500 ming, 400 ming, 450-500 ming atrofida turadi, ko'ringlar. Yaxshisidan qo'yilgan. Aka, yopasiz endi. Mana ko'rasiz, yopib ko'rsatyaptilar. Hamma narsasi, mexanizmlari joy-joyida ishlayapti. Uyingizdan kelgan ustalardan mana shunaqani osalaringni ko'rib qabul qilib olasizlar. Mana bu spalnisning bosh tomoni. Xo'sh, mana bunisi moyishni bo'ladi. Ya'ni bemalol qolgan safarga ham yuvib osalaringdan bo'laveradi. To'mbichkasi ikkita bo'ladi. Mana svetelniklarni to'g'risi mana yoqishga bizga hozircha sharoit yo'q. Mana bu o'zlari kabel bilan ulab olishadi. Tremosida to'mbichkasida mana shunaqa lampochkachalari bo'ladi. Eshiklarni ham ko'ringlar, eshiklarni mexanizmlari vakuumli, hamma narsa mexanizmi yaxshisidan ishlatilgan, puliga yarasha. Ana sizga. Xo'p, to'mbichkasi ikkita bo'ladi har doimgidek. Spalnisini menimcha aytib o'tgan, yonlari yerga tegib turganini olinglar, akalar. Yonlari yerga tegib tursa, bu endi sandiqcha qilib ishlasangiz ham bo'ladi, ham mustahkam bo'ladi. Mana sizga. Ana endi tremosga o'tamiz. Tremosa ikkita eshikcha, ikkita tortmacha bo'ladi mana sizga turishi. Eshiklarni ishlarini ko'rsatamiz, mana eshiklar ishlari. Hammasi aytganimizdek vakuumlikdan bo'ladi. Pufikcha kelinimiz uchun. Bunisi ham o'zi boshqachasidan kelgan, o'zi aslida mana o'zining materialdan bo'lardi, usti machalka qilinardi. Mana bu kelinimizga zakazini bunaqasini zakaz qilishibdi. Xo'sh, mana bu tortmachalarning ichi, tortmachalarni ham mana vakuumli qilganmiz, ya'ni o'zi tortib ketadiganligidan. Oynalari bu ham akalar, sveti bor, yonadi bu ham, mana orqa tarafda kabel-pabelar hamma narsasi bor. Bu aytganimizdek o'zlaring bemalol ulab olaverasizlar. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Ishlab chiqarish sex, birinchi qo'l o'zlaring telefon qilib gaplashib olaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustunovka mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Baribir sal kilometrlari bor, o'shaning hisob-kitobini olib qo'yasizlar. Zakaz kerak bo'lsa, qaranglar, Telegram guruhimiz bor, YouTube bor, Instagram bor. Hammasiga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xohlasangiz bundan, ranglardan tanlov bor, mebel yana qolgan turlari bor. Oshxona mebel deysizmi, yotoqxona mebel deysizmi, servantlar, sandiqlar deysizmi, hammasidan bor. Faqat bizda bitta stol-stullar yo'q, stol-stullarni xudo xolasa yo'lga qo'yish planida biz. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, nomerlar qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar.